Ushbu loyiha Asakabank Qarshi BXM hamkorligida Qashqadaryo viloyati Pachakent mahallasi 233 va 236-kontrda amalga oshirilmoqda. Umumiy yer maydoni 23,5 gektar. Konturda qora kishmish navli uzum turi ekilgan. Pachakent asl tokzorlar kooperatsiyasi tashkil qilingan. Zamonaviy usulda agrotexnika ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirda uzum hosil solish davrida 47 ta yer egasi bor. O'rtacha bir yilda 90 million daromad olishadi. Bu 233 kontur, 236 kontur.